Bismillahirrahmanirrahim. Ramazon oyi fazilatli oylardan bittasidir. Muhtaram jamoat, dinimizda oylarning sultoni, mehr shafqat, saxovat ramzi bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan, ya'ni fazilatli jihatlardan boshqa oylardan afzal mohi Ramazon kirib keldi. Alloh taolo barchamizga ushbu oyni muborak qilib, o'zi rozi bo'ladigan ko'plab ibodatlarni bajarishimizga muvaffaqiyat aylasin. Ro'za nima o'zi ro'za? Ro'za tongdan to quyosh botguncha ro'zani niyat qilib, uni ochuvchi barcha narsalardan o'zini tiyish degandir. Tushundigan? Ro'za tongdan subh sodiqdan to kun botgungacha barcha uni ro'zani ochadigan narsalardan o'zini tiyishlik bu ro'za degani. Iltimos, masjidda imomni boshqa kishiga gapirishligi harom bo'ladi. Ramazon ro'zasi hijratning 2-sanasida farz qilingan. Alloh taolo Ramazon ro'zasini hukm va hikmatlaridan Qur'oni Karimda batafsil bayon qilib, bunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutish farz qilindi. Shu oyat u sababli taqvoli bo'lingiz. Baqara surasi. Bizdan oldingilarga ro'za farz qilingan. Bizdan oldingilarga. Bizga ham nima qildi? Ro'za farz qilindi. Shu oyat taqvo qilingiz. Ma'lumki, ro'zadan boshqa hamma oylarda hamma amallarga riyo aralashishi mumkin. Ramazon oyidan boshqa oyda biron bir amal qilsak, riyo aralashishi mumkin. Qara odamlar ko'ryapti, odamlar meni ko'ryapti, boryapti deyishligi mumkin. Lekin ro'zada esa bunday bo'lmaydi. Nimaga? Tongga yaqin hech kim ko'rmaydigan vaqtda saharlik qilinadi. Saharlik bo'lmaydi bizda. Saharlik qilinadi. Kunduzi esa hamma qatori yuradi. Hamma qatori ovqat yemaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun islom dinida bo'lmagan boshqa odam nima qilgan? O'g'lini ro'zadorlar Ramazon oyida shu oshxonada shu ro'zadorlarni oldida taomlantirgan paytida o'g'lini tanbeh berganligi uchun, o'g'liga nasihat qilganligi uchun qiyomat kunida ana shu islom dinida bo'lmagan inson ro'zadorlarning safida turganligida, "Ya Rabbim, men islom dinini qabul qilganim yo'q, ro'za yoqib tursin. Lekin nima uchun ro'zadorlarning safidaman?" deganda, Alloh taolo, "Ey banda, sen o'g'lingni Ramazon oyida ro'zadorlarni behurmat qilganligi uchun, ro'zadorlarning oldida taom yeb turganligi uchun nima uchun Ramazon oyining hurmatini va ro'zadorlarning hurmatini joyiga qo'ymading deb nasihat qilganing, unga tanbeh berganliging bugun qiyomat kunida ro'zadorlarning qatorida bo'lganingdir." Biz o'zimiz ro'za bo'lib turib boshqaga ozor bermasimiz kerak-da. Biz alhamdulillah musulmonmiz-ku. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Alloh taolo odam bolasining hamma amallari o'zi uchundir. Alloh aytayapti, odam bolasining hamma amallari kim uchun? O'zi uchun. Biz namoz o'qisak, o'zimiz uchun o'qiymizmi? Biz xayriya son qilsak, o'zimiz uchun qilamizmi? Qurbonlik qilsak, o'zimiz nomimizdan qilamizmi? Lekin faqat Alloh aytayapti, faqat ro'za mening uchundir va uning mukofotini qiyomat kunida men o'zim beraman dedi. Kim? Alloh taolo. Bu mukofotni faqatgina Alloh beradi. Men otamiz, onamiz
ukamiz, do'stimiz berolmaydi. Mukofotni kimdan kutamiz? Allohdan kutamiz. Ro'za saqlovchidir. Nima undan saqlaydi ro'za? Ro'za saqlashda qachon, qaysi biringiz ro'zador bo'lsa, fahshdan gapirmasin. Eshiting. O'zi shu haqida gap ketyapti. Ro'zador bo'lsa, fahshdan gapirmasin va baqir-chaqir qilmasin. Bizni tegishi shu. Baqir-chaqir qilmaylik. Bu Allohning turibmiz. Ko'chada ishlayotganimiz kerak o'zi. Allohni yaqin tursin. Baqir-chaqir qilmasin. Agar birortasi u bilan, ya'ni bunday bo'lmasin, so'kishib qolsa, men ro'zadorman desin, ana sa'imun desin. Ko'chada ketyapti, birov deb buni qilasingalar qilyapti, shuning uchun birodar men nima desin? Ro'zadorman desin. Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zot ila qasamki, albatta ro'zadorning og'zidan chiqayotgan hidi Allohning nazdida mushukning hididan xushbo'yroq dedilar. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasam aytadi. Allohning ismi bilan qasamki, ro'zadorning og'zidan chiqadigan baribir ro'za tutgan odam ishdagi halovat bilan, qizishlik bilan og'zimizdan nima chiqadi? Ana shu u hid mushukning hididan ham xushbo'yroq hiddir. Ro'zadorga 2 marta xursandchilik bor. Ro'za tutgan insonga necha marta? 2 marta xursandchilik bor. Biri iftorlik vaqtida. Iftor og'zimizni ochgan paytda qancha xursand bo'ladi? Ana shu paytida duo ham ijobat bo'ladi. Bir yilda bir marta Ramazon keladi. So'rayotgan so'rovimizni og'iz ochar paytida kechalari xatmi Qur'ondagi so'rab oling. Hardasiz inshaalloh qabul bo'ladi. İftorlik vaqtida og'zini ochganda va ikkinchisi qiyomat kunida Robbisiga ro'baro bo'lgan paytida. Biz niyatimiz qiyomat kunida Allohga ro'baro turgan paytimizda mukofot olishda. Ikkita ne'mat, xursandchilik, ana shu ne'matni biz Alloh bilan ro'baro bo'lgan paytimizda esimizda kelmagan. Ramazon oyida birov siz bilan ko'rishaman desa, ana sa'imun deb qo'ygan bo'lsangiz, ro'zadorman, seni tortisholmayman. Masjidda gapirib turgan bo'lsa, gapirmang birodar, bu Allohning uyi. Jim turing, ko'chada chiqib gapirasiz degan bo'lsa, shu paytda Allohning ro'baro bo'lgan paytda, banda Allohning uyida lahu gapirgan paytda, jim tur degan paytda, mana bu mukofoti degan paytda xursand bo'lamiz biz. Mana xursand bo'lamiz. Alloh uchun tutgan ro'zalarimiz uchun, ixlos bilan xatm Qur'onni qazib turganligimiz uchun bunda nima bo'lamiz? Xursand bo'lamiz. Ramazon Qur'on oyidir. Bu oyda Qur'oni Karim nima bo'lgan? Nozil bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu oyda Qur'onni Jabr alayhissalomga to'liq o'qib bergan ekanlar. Kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabr alayhissalomga to'liq o'qib bergan edilar. Vafot etadigan yillarda esa Qur'onni bu ulug' farishta kimga? Jabr alayhissalomga. Bu ulug' farishtaga 2 marta o'tkazib berdilar. Jabr alayhissalom Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 marta Qur'onni qildi, o'tkazib oldi. Nima uchun? Boshqa davlatda nechtasi Qur'onni o'zgartirish qilganini yozilmadi bu. Bu Rasulullohning buyruqlari qorilar, imomlar, ahillarda Qur'on shuning uchun bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Qur'on o'zgarganlik nima biladi u? Bu zot Ramazon oyida Qur'onni tilovatini ko'paytirib, tungi namozlarda qiroatlarini uzun qilardilar. O'tgan solihlarimiz ham bu oyda Qur'onni bir necha bor xatm qilib chiqishardi. Ramazon oyidan boshqa nafl ibodatlarini qo'yib, faqat Qur'on ibodati bilan mashg'ul bo'lar edilar. Faqat Qur'on bilan-da. To'g'ri, hammaning vazifasi bor. Nuroniylarimiz kechasi vazifasi bor, kunduzi vazifasi bor. Ular o'rtaga Qur'onga mashg'ul bo'lgan.
İmom Oliy rahmatullohi alayhi Ramazon oyida kirsa, hadis darslarini to'xtatib, Qur'on bilan mashg'ul bo'lar edi. Qarang, Qur'ondan keyin hadis turamiz. Hadisni to'xtatib, Qur'on bilan mashg'ul bo'lar. Shuningdek, Sufyon Savri rahmatulloh ham Ramazon oyi kelsa, barcha nafl ibodatlarni qo'yib, Qur'onni ko'proq o'qirlar. Endi eshitagizlar. Imom Buxoriy rahmatulloh Ramazon oyida har kuni bir marta xatm qilar edi. Kim? Imom Buxoriy. Qanday olim odam? Biz kim? Imom Buxoriy har kuni Qur'onni bir marta xatm qilar edi. Tarovih namozidan keyin ham qoyim bo'lar va 3 kunda bir marta xatm Qur'on qilar edi. Biz 11:30 kunlarda kechasi uzayib ketdi deymiz. Imom Buxoriy tirnog'i emasmaymiz. Lekin Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Ramazon oyida o'zi har kuni bir marta Qur'on o'qib chiqsalar, yana qorlarining orqasidan turib iqtido qilib qaraga qilib tursalar, tarovihdan uyga borgandan keyin ham o'zlariga vazifa qilib har 3 kunda 30 Qur'onni xatm qilganlar. Nima sababdan? O'zlari olim, mujtahid, muhaqqiq, peshvo, butun O'zbekiston bo'yicha, butun dunyo bo'yicha ilm tarqatgan, kitoblari chiqqan olim inson shunday qilib turganda biz kim? Biz Ramazon oyi nafsni tarbiyalash oyidir. Bu shu hadisdagi hozir bo'lar. Endi kunlik vazifa borda biz bugun gap aytolmaymiz. Iltimos. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyining birinchi kechasida shaytonlar va yomon jinlar kishanlanadi. Do'zax eshiklari yopilib, undan birortasi ochilmaydi. Bu qachon? Bugun kechada. Shaytonlar zanjirband bo'ladi, do'zax eshiklari yopiladi, birontasi ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochilib, ularning birontasi yopilmaydi. Jannat eshiklari ochiq bo'ladi, birontasi yopilmaydi. Ey, yaxshilikni xohlovchi, bu yoqqa kel. Ey, xatm Qur'onni xohlovchi, bu yoqqa kel. Ey, ibodatni xohlovchi, bu yoqqa kel deb jannat ularga chaqirar ekan. Kimdi? Siz azizlar musulmonlardi. Ey, yomonlikni islovchi, bu ishdan to'xta. Ey, yomonlikni islovchi, uyga yotma. Belin og'risa kelib o'tirib o'qing. Kerak bo'lsa imom ishorat o'qishga kelib yurib turingan. Ey, yomonlikdan xohlovchi, to'xtat. Lag'oblarni to'xtat. G'iybatni to'xtat. Birovga yomonlik qilishni to'xtat. Do'zax eshiklari yopildi. Shaytonlar zanjirband bo'ldi, jannat ochildi. Deyiladi. Deb nido qilinadi. Bu kechada Alloh taolo ko'pchilikni do'zaxdan ozod qiladi. Bugun kecha boshlandi. Bu kecha juda ko'p insonlarni do'zaxdan ozod qiladi, ammo shu xabar kuni har kuni to Ramazon oyi chiqqungacha mana shu xabar kiraveradi. Mana shu xabar Alloh taolo ko'pchilikni do'zaxdan ozod qildi degani, ey, bugun seni do'zaxdan ozod qildim. Bugun ozod qilingan bo'lsak, ertaga yana shu nido nima bo'laveradi? Kiraveradi. Alloh taolo mana shu nidolarni biz sizlarga ham berishligini Alloh nasib qilsin. Ey bandam, gunohni kechdim. Qilgan ibodati bilan, eshitgan Qur'oni bilan, taqvosi bilan, ixlosi bilan deyishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugundan boshlab kitobxonimiz xatm Qur'onni boshlab keladilar. Xudo xolasa 8:40 deb kelgan. Biz endi shu 8:35 da xatmni boshlaymiz. 8:35 da Surxondaryo bo'yicha barcha masjidlarga bir xil vaqt berilgan. Shuning uchun bunga bir amr vojib to'g'ri qilamiz. Keyin
masjidga kelayotgan paytida iloji boricha mashinalarimizni yana aytaman, kanal tomoniga qo'ying, devor tomoniga qo'ymang. Devor tomoniga qo'yilsa yana sizni xudo bezovta qilmasin. Ikkinchisi, qoratxonaga kiradigan paytida telefonlarimizni, boshqa biror ashyolarimizni shu o'zimiz bilan bo'lsa iloji boricha telefonimizni qo'yib unga kirib ketmaydi. Velosipedlarimizni olib keladigan bo'lsak, qo'yadigan joylar bor, shunga qo'yib ushlab qo'yaylik. Endi bu idorani muftiy Nurxolin Nazarovning buyruqlari, diniy peshvolarning loyihalarimizning buyruqlari, farzandlarimiz, maktab o'quvchilarini iltimos ularni ilmdan to'xtatib qo'ymaylik. Ertaga maktabga borish uchun soat 11 ga tugaydigan bo'lsa borib uxlab qoladi, ilmdan qolib ketadi. Ilm olish degan bir farz amallardan bittasi. Shuning uchun iltimos qilamiz, ota-onalar farzandlariga mana shu narsani to'g'ri tushuntirishiga aytib o'taman. Malomat qilmang, Allohning uyida nima uchun bizni Xudo xolasa shu Hazrat ekanlardek bu qadarimizdan men o'ylaymanki, shu katta joylarda ishlaydigan, peshvo bo'ladigan, xalqqa yo'l ko'rsatadigan odamlar chiqish kerak. Xalqqa yo'l ko'rsatadigan odamlar chiqishi kerak. Shuning uchun bu Allohning uyi bu yerga o'ynayman deb kelishligi yoki bir narsani tomosha qilib emas, bu yerda faqatgina Qur'on o'qiladi, uni eshitiladi va amr ma'ruf nahiy munkar bo'ladi. Alloh hammamizni iymonda, e'tiqodda sobit qilsin va alhamdulillah robbil alamin.